Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishbozlar. Mana 477. Barakasini bersin. Necha puldan oldingiz qadrdon? 61 dan. Qora olib qo'yamiz 61 dan. 61 mingdan taroziga. 480. To'xtab. 480 to'rani to'xtat. Joyda shuydi. Mana ko'rsatib aka, mana shu yerga apilga tashab qo'yish kerak ekanda. Bir ikki qop tashab qo'yish kerak ekan, kirdi chiqdi. Qarang. Assalomu alaykum yana bir bor hurmatli obunachilar. Biz sizlarga Farg'ona viloyati Beshariq tumani Vatan qishlog'ida joylashgan Chorva bozoridan buqalarimizni katta kichik qilib narx-navosini ko'rsatishni boshladi. Go'sht narxi qancha bo'lyapti Qosob aka? 130 ming bo'lyapti. Eng zo'ri oldi. Oldi. Pastchi? Pasti endi ketaveradi ag'a. Qo'shma go'shtchi? 150 ming bo'lyapti. Rahmat aka. 130 ming buqa go'shti, mana bunaqa buqalar go'shti, 150 ming qo'chqor go'shti bo'lyapti. Akalardan hech qancha vaqt ketmaydi. Like bosib qo'ysalaring, video ko'p odamga tarqaydi, ko'proq odam ko'radi. Bozorda manzil lokatsiyasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegramga o'tish uchun kommentariya bo'limidan Telegram kanal silkasini qo'yib qo'yaman. Ko'k. Shunga bosib o'taveradi. Aka, baraka bo'ldimi? Yo'q, endi aka. Ha, qizil buqalar egasimi aka? Ha? Shofyorlar olib kelib baylab ketibdi, egasi hali kelmabdi. Narxini eshitmading? Qadrdon? Hop, buqon. Mana Ash katta buqani ko'rsatib beraylik. Bu taraf sal qorong'iroq, tezda qaytamiz. Hurmatli obunachilar. Semiz buqalardan to kichkina buqalargacha ko'rsatamiz. Mana bu katta gigant buqamiz. Narxini eshitmadingmi? Hozircha savdo bu yerlarda bo'lgan yo'q. Mana buqani egasimi aka? Buni nech pul aka? Tarozigami? Nech pul narx aytildi? Hop, oyoqqa 50. Tirik vaznga 850 kg kelgan ekan mashbuqamiz 55 million narx so'ralyapti ekan. Taroziga hozir birinchi so'rashda 58 dan bering deyapti. Lekin bergani yo'q. Taroziga qancha narx aytdingiz aka? 58 ming so'ra. 62 ming narx aytilyapti ekan. 62 ming. Bu qora kimniki? Qora 63 mingdan baraka bo'ldi. Ha, necha kilo chiqdi? Qancha? Rahmat. 720 kilo chiqdi mana shu buqamiz 63 mingdan taroziga. Yaxshi semirgan. Oldingizmi? Qadrdon? Sal yorug'ga chiqib olamiz. Hurmatli obunachilar. Endi tonga deyapti. Qizg'in joylardan ko'rsatamiz. Hormanglar. Yaxshimisizlar? Qaysi savdosi bo'lyapti aka? Mana shu ikkita qizil buqalarimiz savdosi bo'lyapti. Hop, chinor gavoblariga 60 mingdan tirik vaznga oyoq mana taroziga tortib olishga savdo qilyapti. Hozircha yo'q. Olyapsizmi? Qilyapti. Nech pulgacha olyapsiz? 60 gacha. Bitta yilga Aha, nomerni aytib qo'ying. 93lik 480 81 11. Kimdi? Hop, nech kilodan pasti olmaysiz? Tirik vazn 400 kiloni tepasida olasiz. Ha, go'shti 400 kiloni tepasida bo'lishi kerak. Go'shti 700 kilogacha bo'lgan bola olaverar ekan, chinor gavoblariga. 60 mingdan so'rayapsa, ikkalasiga. 63 ming angusda. Bergani yo'q. Angusda boqib qo'yibdi. Gap yo'q, 63 ming. Sultan kerak yo'q deyapti. To'g'ri-da.
Beradi, bermaydi, darslar. Mana o'schi. Egasi. Oqboshchi. Bekka bor. Nech pul? Puli oyoqqa taroziga aytavering. Hop, oyog'iga 45 million narx aytilyapti. Taroziga tortib olaman deganlarga 65 mingdan taroziga narx aytilyapti. Savdosi qanaqa bo'lyapti? 40 milliondan tortilganmi? Tortilmagan. Xudo xolasa 600 kilo teppa bas. Ha, gapi barakasi yo'q. 600 dan baland oldi. Ha. 600-650 o'rtasida ekan. Barakasi. Qadrdon. Ha bu qora olam qadrini egasimi ekan. Tamam. Puli nech pul ekan? 40 million narx aytilyapti. Uy-baslari ham shu birov 40 atroflarda kurashchini yorishga kelib bo'lgan rossiyskiy qon. Savdo bo'ldi. Qancha? 35 million savdosi bo'ldi. Xudo xolasa 570 kilolar atrofida ekan. Bu kichkina yama. Qancha pul berdi xaridorlar? Mana shunga 26 million 500 xaridorlar pul beryapti, lekin savdosi bitgani yo'q. Katta buqalarga bir borib kelay. Keyin kichkinalarga yuramiz. Nima bo'lyapti, qadrdon? Bo'ldi. Mollar tushib ketyapti, Ramazon. Narx tushyaptimi, ko'tarilyaptimi? Men bo'ldi 501 kilo keldi. Hayda boring. Cho, 501 kilo chiqqan buqamiz. 27 million 500 ga baraka bo'ldi. Cho. Aka nech pul bo'ldi aka? Qancha bo'ldi? Ko'rish bor, eshitish bor, narxini bilish yo'q qolganda. Semental ishbozlariga, sementalni yog' semirgan variantini. Sigara? Narx nech pul aytilyapti? 50 million narx aytilyapti. Tarozi savdo bo'ldimi? Oyoqda ham savdo bo'ldi. Narx aytib turibdi faqat. Nari qizillarchi? 60 dan. Lekin savdo bo'ldi. Tarozi nech pul aytdi? Taroziga narx. Uni ikkalasichi? 50. Ha? Taroziga nech pul berasiz? 68. Wo, nech pul bo'ldi aka? Chinor karavlariga. Gap yo'q. Dilshodjon akamizni? Akamiz oldi mana. Nech kilo ko'rib oldingiz qani? Go'sht topsa, shashlik qilaman deysiz. Tirik vaznni mana akalar ko'rib o'ylar. Chinor karavlar Instagram kanalida ko'raverasiz. 506 kilo. Bo'ldi 506. 506. Zo'r. Barakasi bersin. Like bosib turamiz. Go'shini aytib qo'yaymi, go'shini? Shashlikka yozib qo'yaman-a bugun. Hurmatli obunachilar, Beshariq bozoriga kelaman deganlar Telegram kanalimizdan lokatsiyani olib kelishingiz mumkin. Otabek aytgan buqani 28 million savdosi bo'lyapti mana shu buqani. Hop. Taroziga yana ketdi, taroziga boraylik uka. Qani, qora ola jaylar buqalarni ham ko'rsatib qo'yay keyin. Yo'q, borma taroziga. Chiqib ketdi. Aka, 500 ni ichine botdi. Hop, boqmalar tarafga o'tdik, hurmatli obunachilar. Shved ishbozlariga mana Qirg'izistonda shved parodasidan. Uzunligini qarang, buqon. Uzunligini qarang. Gap yo'q. 1.35-40 atrofida keladi. Gaz yer jo'p shu ekanda. Puli nech pul? Qadrda 40 millionmi? Savdo ko'rdimi? Sal yurgizib olaychi.
40 milyon narx aytilyapti mana oyog'iga. Ama o'ta uzun ekan yani. Tortib ko'rdingizmi? 570 kilo bormi? Bilmaysiz. Savdosi qancha bo'ldi? Rahmat jonsiz. 36 milyon savdosi bu. Yo'qlari turgandan o'sib ketdi. Savdolar boshlandi akalar. Endi mana qizim. Albaraka. Rapqonlar ekamiz trendda. Qaysi? 28 ga 200 olasiz. 200 ming kam bo'lyapti. Olaman. Hop, 27 milyon 800. Nerga qorasi 27 yarim. Albaraka. Ancha bo'ldi aka boshlaganlarga? Yo, bir ertalab qarang bordi. 27 milyon 800 ga chiqdi. 25 dan boshlangan ekan. Shunaqada mana. Bu yomon bas, yaxshi. 500 kilo. 540 kilo o'rtasida kelib qoladi. Nima gaplar? Ikkalasi. Hop, bunisini 25 milyon bo'lyapti, bunisi 26 milyon 500. Savdo bo'lyaptimi? Savdosi bo'lyapti, berilgani yo'q. Savdolar yaxshi. Balonga qaysini savdo qilyapsiz? Mana qorani, mana shu qorani savdosi bo'lyapti. Sal yog'roq semirgan, lekin bo'yinlari zo'r chiqqan ekan jonivar. Qancha pul berding? 27 milyon. 27 milyon. Oyog'ida savdo qilyapti, lekin bergani yo'q. O'ljalingizda 450 kilo chiqadi. Shunda atrofda. Barakasi. Mana bu qo'llarni ko'rsatish. Shvet tondagi buqamiz. Puli nech bo'lar ekan? 26 ga berishman. Yo'q. Hop, 26 milyon 130 atrofidagi buqamiz 26 millionga mana shvet tondagi buqam. 430 kilolar. Kim qolsa kerak? 2 yil tutmoqdaysizmi? Ha, 8 yilda turgan. Shunga hayron bo'lib so'rayapman. Ahad polvon. Ahad polvon. Nech bo'l Ahad polvon? 22. Olma meni. 20? 22. Baraka bo'lib ketib qolmasdi tag'in. O, 22 deyapti. Qani. Ammo dehqonlar rosa ko'p mana shu bozorda. Kelaverasizlar. Bozor kattami deganlarga vodiyda xudo xolasa 3 ta katta bozor bo'lsa, bittasi shu bo'lib qoldi. To'g'rimi? Kelaverasizlar bemalol. Shvet tondagi buqami. Nazat boqiy degan boqmalardan. Kurashchini ham yorib shekilli. Puli nech pul ekan aka? 30 million narx so'ralyapti. Kami bor. Jazman savdo bo'ldimi? Yo'q, jazman savdo bo'lgan yo'q. Cho'qib ochishdik. Nech pulga berasiz deb ketdi? Beramiz. Savdo bo'ldimi axir? 28 yarim qilishi. Bo'ldi. Rahmat. Xo'p, yo'qlari yotganroq holatda ekan 28 yarim savdosi. Martlar maydoniga xush kelibsiz degan joy masjid bo'ladi. Endi ketdik mana shu talpaga bir hisob ko'raylikchi. Juda sho'x buqa ekanda mana. 370 kilo bormi aka? 360 kilo atrof. Puli nech bo'l? 24 kam bor. 24 kam bor deyilyapti. Savdosi qancha bo'ldi aka? 21,5. 21,5 savdosi bo'ldi, lekin berilgan. Bo'ylari qancha? 130. Kelmay qoladi. Har safar o tarafda yuradi, bu safar bugun yaqinlaydi. Tamam, aytadi. Nihoyatda xolos yo'q. Qarang. Yaxshi, ko'p buqa ketdi. Bozor to'libdi. To'qolidan sizmaydigan variantidan ekanda. Bu nima gibrid olib ketgan ekan, aka? Bilmasaganda. Ammo gibrid mollar ko'payib ketyapti. Puli nech pul ekan? 25 deyapsiz kam. Estonga nimadir gibrid olib ketganda 25 million narx so'ralyapti. Savdosi qancha bo'ldi aka? 23 milyon 100. 23 million 100 savdosi bo'ldi. Berilma. Taroziga bir chiqarib ko'rdingizmi? Yo'q, yo'q. Mo'ljalingizda 340 ta tepami pastmi? Tepada. 350 ekan.
Barakasi. Yeb. Qadrdon, nima gap? Baylab qo'ysa bo'lmaydimi? Oson bo'lib qolar, ha? Niyala pul topsa sekin ishlatyapmiz-da. Wow, motivatsiya zo'r deydi. Bitta qaytarib qo'ying. Yo'q, qo'ying. Pulga chiqadi o gaplar, pulga. Ha, summa bering chiqadi. Qiynalib pul topsak, sekin ishlatamiz deyapti, qarang. Mana shu yerda Ustalar ham sekin ishlatadi-ku. sehrli daftar bo'lsa yozib qo'yish Ha, kerak. menga g'alati. Qo'li necha bo'ldi? Qadrdon 52 million qilyapti. ekalasiga 52 million xaridorlar oyoq savdo qilyapti. Siz necha pul bo'lsa sotaman deb turibsiz. Qo'shilsa sotamiz-da. Qo'shilsa Ya 4 million men ajinda bitta qo'shsam. 4 million qo'yish shart emasdek. Joningiz sog'. Buni aytib qo'yamizmi? Yo'q, sotib yuboraman. Bo'pti. Sizlar tovukka bulardi, yana boshqa. Akarim. Endi uyda bo'lsa aytib qo'ysangiz ko'proq olib chiqasiz. Mana akamizda ikkita. Hech bir ekan, qadrdon. Bizdaga narga oladi. Ha, bo'ldi. Qani? Sal o'tinch. Dehqon. Dehqon. Qancha vaqtingiz aka? Ko'ray vaqti. To'roy. Hop, rost mana to'roydan biri yemda turibdi, ha? Bo'ldi. Puli necha pul ekan? 28 narx aytilyapti. Biri 35 atroflarda kelib qoladi. 1,5 yashar atrofida bu ham. Savdosi qancha bo'ldi? 25 qilganman. 25. Formasi, molda parodasi, sifati zo'r ekan. Qiziqqanlarga endi dehqon nomerini qo'yib qo'ysam, sotilib ketadimi? Nomerni aytib qo'yingchi, dehqon aka. 94lik. 553 553 87 46. 87 46. Gap yo'q. Yo seni tugataman, yo meni tugatasan deb akamiz olishyapti. Hop, hadi. Chiq. Ha, qo'lidaga Qaysi savdosi bo'lyapti akalar? Mana Estonga o'xshaganda savdosi bo'lyapti. Qizg'in bo'lyapti ammo savdolari ham. 1.30 atrofidagi kurashchini yorgan yoki shu atrofidagi buqami. Kilolari ham endi 400 kiloga minus keladigan. Nech pulga chiqdi savdosi? 100 minus. Kelib qolishi mumkin aka. Qancha so'rayapsiz? Savdosi? 22 million 500 savdosi bo'lyapti, hozircha bergani yo'q. Mana. Endi hammani ko'zi har xil. Biz hech kimdan xafa bo'lmaymiz. 300 kilo desa 300 kilo. Like bosamiz faqat. Katta. Vo. Tyson variantidan. Shoqi yo'q. Toza boqiydigan ekanda jonivar. Puli nechi pul? 23,5 qo'shyapti. Zo'r buqay ekan. 23,5 Angusni gibridlashgan variant shekilli. Ha. Lekin Anguslar ichiga qo'shib yuborsa, Angusni qarang, devoraveradi-da. 23. Bo'lsa qatmi? Qiynalib pul topsa yaxshi bo'lar ekan. 23,5. O'zi yaxshimi? 25 so'rayapsizmi aka? Ama yaxshi bu. Zo'rmi qarang, bellarda ancha yo'g'on narsa. 370 410 o'rtasida, ha? Yo'q, ha? Zo'r. Barakasi. Anada shahri yonida. O'shanga bor. Qadrdon qaysi savdo qiladi? Mana shu aka. Shuni nechi pul? 23,5. Ha, bu akamiz haqiqatdan 23,5 savdo qilyapti. Yaxshi yem yeb turgan, chiroyli o'qay ekan, bo'yinlari ham zo'r chiqibdi. O'zimizda eski qadimiy zotlardan deydi-yu. Puli nechi bo'l aka? Ha? Savdo qilgan yo'q jazma. Narxini nechi pul aytdingiz? 25 ta. Aytilish bahosi 25, hali savdo bo'lgani yo'q. Bozoringizni bersin aka, yaxshi pulga sotib olgan. Mana bu egizami deyman bu qo'lim. Ular savdosini eshitmadingmi? Qarang, bir xil ekan jonivorlar. Mash gibrid savdosi bo'lyapti shekilli. Yo'q, endi keldik aka. Gibridga narx nechi pul so'rayapsiz? 25 deyapsiz, kam bor. 25 aytilyapti. Kam bor. 1 yashardan o'tgan muqomimizda. Savdosi qancha ochdi? Endi keldik hozir. Endi keldik. savdo.
Sigirni bolasimi? Endi keldik aka. Endi keldik. Savdoga baraka aka, qaysi savdo qilyapsiz? 25 kam bor. Ha? Bunisi bor. Qancha? Qancha? 18 million. 18 million savdo. Buni buqaga qarang. O'ta sifat ekan. Faqat ichini ko'rmayapti, shu chiroyli buqa deydi. Ammo oyoqlari sal ingichkaroq ekan. Egasi kim ekan? Mana shu qo'yildi. Zo'r ekan. Chiroyli vaqt qo'ydi. 300. Ikkalasi 700 kiloga qiynaladimi yo? Kelib qoladimi kanga? To'g'ri po'sha. Ha, ammo shu yoni berada keladi. Puli necha pul? 50 kami bor. Ikkalasiga 50 kami bor deyilyapti. Savdosi? Savdosi 48. 48 million savdosi bor. Olib kelib sotasizmi? Ha? Kecha Furqat tumaniga keldik. Olmami? Furqat tumaniga. Bozoringiz. Naslda buqa olaman deganlar mana shu burchakka kelsalar, mana shu yerda yaxshi buqalar turadi hamisha. Chiroyli. Assalomu alaykum aka. Aytasiz. Hop. Qora buqa chiroyli ekan, ha? Ko'rmasa. Puli necha bo'lagan aka? 22 million deyapmiz. Aytilishi 22. Mana So'raveradi. korobkasi juda chiroyli ekan. Savdosi qancha bo'ldi aka? 21. Zo'r pul berdi. 21 million. Aytgan narxiga yaxshi pul berdi. Pul bo'ldi. Qanchaga sotildi aka? Sotiladi. Sotiladi ekan. 30 kam bor ko'rgan odamlarga. 30 kami bor ko'rganlarga. Mana bolalar sotildimi aka? Ro'zg'orcha tushirikchi. Gel Ramazan aka. Ro'zg'orcha trendda ekanda. Bu ko'pligini qarang. Bozorda ko'rsatishgan kun darajasida harakat qilamiz. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Avamiz. Ro'zg'orjon necha bo'lib? Rossiyskiy buqalar. Rossiyskiy buqalar aka 47 million narx qo'ydik. Nima bor? Kelishtirib beramiz. Hop, ikkalasiga 47 million narx so'ralyapti. Biri 35 atrofida. Buqalar xudo xolasa 350 kilodan tepasida nasibsa. Tirikman. Bunaqa atrof. Chit-chit, ha? Rahmatjon o'z kanali. Aka, ashad yomini ashada. Savdo bo'ldimi? Qadrdan 44 million aka. 44 million savdosi bu. Mana uchalasi ham sizniki. Zarketga bormayapsizmi? Shaydon. Shahidanga. Nech puldan ular uchalasi? Ikkovini 43 pulda, narigini 20 million beryapti. Ikkitasini 43 million oyog'iga savdo bo'ldi, narigini 21 million savdosi bo'ldi. Bu qo'lar biri 30 ga yetmagan, biri 25 atrofidagi. 320 kilo kilosi minus atrofida. Mana bu pastroq 300 kilo. 310 kilo bo'lsa kerak. Nomerni aytib qo'yingchi. 90lik, 90lik 306, 306 27 33. 27 33. Juda yo'lida olib kelib sotadi mashiga. Mana ikkitasini tashlab qo'ysangiz bo'ladi. Ramazon qanday? Assalomu alaykum. Nima qildingiz? Qaysini? Shabalar vallahi yetib keldimi? Ha, keldik. Video qo'ydik-ku. Akalar ko'pchilik videoni qanaqa ko'ramiz, qanaqa topamiz deyapti. Shu yerda podpisatsiya knopkasi bor, mana shu yerda. Shuni obuna bo'lib qo'ysangiz video birinchi chiqadi. Oh. Puli necha bo'lagan? 23 kam. Aytilishi 23, 21 ga bermay turibdi ekan. Yaxshi, go'shtlar chiroyli semirgan. Lekin hali yemlangan yo'q, o'zini holati zo'r ekan. Giyohlarni qarang. Sifat zo'r. Yo, Agar bo'shalib ketgan bo'lsa, bayram qo'yganlar bo'lsa, xabarini beringlar. Egalar ona bola sigaraga ketdi. Iltimos akalar ukalar. Qo'ylar egalar, xushal bo'linglar. Mollaringizni bayraganda bo'lam Nech puldan? noqtasiga belgisiga qarab olinglar. Birov akinalar qo'ymaydi. To'rtalasi, barakasi. Mana to'rtta 88 million, 22 milliondan barakasi o'tdi. Barcha hududlari kuzatuv kameralari bilan jihozlangan. Keyin o'zingizni oqlashingiz to'g'ri kelmaydi. Ana, eshitdingizmi? Hurmatli obunachi, birov narsasi birovga buyurmaydi. Nechun?
halolidan bersin deyim. Mana bu yerda ikkita semental bor ekan. Egasi kim ekan? Sizdan. Nasıl? Voqea degan. Puli necha bo'ldi? Ikkalasiga 30 dan kam bor. Savdosi qancha bo'ldi? 52, 26 million. Telefon aytib beramizmi? Ayting. 90lik. 578 588 92 00. 92. Yosh qanaqa yoshi? Xo'p, 14 oylik bo'ldi. Zo'r. 1.30 atroflardagi bo'ldi. Chiroyli. Aka oldingizmi? Sotdingizmi? Yaxshi. Barakasi bersin. Nech pulga sotdingiz? 23 millionga. Akamiz savdogarga o'xshayapti. 23 millionga sotibdi mana shu qoni. Tamam emas. Necha kilo chiqib bo'ladi aka tirik vazni? Olgan ajoyib bo'ladi yana qatta. 340. Barakasi. 340 kilo. Deyapti. Chiroylani. Mana bu chiroyli o'qamizda 23 million xaridorlar pul beryapti ekan. Sifati zo'riga ishqibozlarga mana bular ko'rsatib ketadi. Haqiqiy sifatlari. Puli necha bo'lar ekan aka? Bular 21 deyapsiz, kami bor ekan. 21 kam bor. Savdosi-chi? Endi Hali savdo bo'lmadi. 21 million kam. Zo'r o'qay ekan. Bo'ladimi shunaqalarda? Nomer aytib beramizmi? yo'q, navbatda. Bo'p, bozoringiz. Ikkita zo'r ot sotilib ketdi-da. Ikkita zo'r ot sotilib ketdi. Video qilarmay qoldim. Mana shu otni to'yda ham ko'rsatib qo'ying. Sotilib ketmasdan. Rossiya davlatidan kelgan. Rossiyskiy shekilli, ha? Rossiyskimi? Ha. Bahorda nasibsa ekashar, ha? Puli necha pul? 21 deyapti. Aytilishi 21. O'yi necha keladimi? 50 sal teparoq ham keladi. 55 xotirjam kelaversa kerak. Savdosi bo'ldimi? 19. Menga qilmadingizmi? Indiraversa kerak, yo'q, mayli. Aka Rossiyani bu. Nomerda qo'yamiz. Bunaqa. Nomer qoldirasizmi? 99 99lik 654 654 20 67 20 67. 7. Bozoringiz bo'lsin. Ha, mana bu ikkalasi sotildi. Shu ikkalasi sotildimi? Nech bo'libdi? Mana shu aka bilsa kerak. Aka bu sotildi mana shu ikkalasi. Sotildi? Qanchaga baraka bo'ldi? Xo'p. Ikkalasi 19 milliondan 38 millionga baraka. Jupiga. Ikkalasi ham erkak. Onasi Qirg'izistonlik shekilli, mana O'zbekistonlik. Zo'r. Ayg'ir ikkalasi. Aka buni sotasizmi yana? Qiziqqanlarga. Ha. Yo'ring. Bo'lmaz zo'r. Yaxshi ko'rarkan. 38 millionga barakasi. Mana bu qulunchalarni ko'rsatib. Oh. Trendda buzoqcha. murojaat qilishsa biz bularning mana shu bemorligi to'g'risidagi hamda ularning ko'maklariga muhtojlik to'g'risidagi dalolat qilamiz xolos. Assalomu alaykum. Olishdingiz. Bo'lyapti. Sop keldingizmi ular? Nechta aka? 9. Nechtasi erkak? 2tasi. 2ta erkak, qolganlari baytal. 9 ta. Ular tagi qayerdan keldi? Qozog'istondan kelgan. Zo'r. Bahorda bir yashar bo'ladi, ha? Ha, yoki mayda tug'ilgan bo'lishi mumkin, iyunda tug'ilgan bo'lishi mumkin. Mana shu holatda bo'ylari endi 1.25 ga sredniy olaverasiz. Qanchadan narx so'rayapsiz? 9 dan kam. Aytilishi 9. Savdolar qana bo'lyapti aka?
7,5 dan. Sovrin boblaridan ekanda. Nomer qoldirib qo'yamizmi? 99lik. 399 3005. Uni buzoqchalarni ham bilmadingizmi? Yana 40 tafi bor. 40 ta bu qayerda? Qo'qondan kelibdi akamiz. Qo'qon qayerdan? Shunday bozorda oldi. Qo'qon mol bozorining oldida. Yangi bozor. Yangi bozor. Bo'ldi. Grenford buqamiz savdosi qattiq bo'lyapti akalar. 1 atroflarida keladi ekan ana Grenford tozasidan ekan lekin chiroyli. Bormay Rahmatjon aka. Qadrdon nech pul bo'lyapti? 21 million. Barakasi bersin. Qancha so'radingiz? 21200 so'm. 24 million narxi aytilibdi, 21 million. Qancha? 21 200 savdo bo'lyapti. Nech pulga ketdi aka? Qancha bo'ldi? 23 millionga 1.25 30 o'rtasida keladi. Hammamiz aka ukamiz, birimiz aka, birimiz ukamiz. Smetana nima bo'ldi? Asosiy Qo'yib yubormadingiz, olaman deb turdim shuni. bir qatorda kirib keladi. Qancha sotdingiz? Avronga chiqib, qimmatga hosil qilmasa bir qatorda kirib kelsangiz, 800 metr mana shu yerda 10 minutda kirib keladi. Chunki shoshilmasdan, Boqqani. kirib kelsa Alloh taolo ishimizni o'ngidan beraveradi. Barakasi. Puli nech puldan aka? Barakali bo'lsin. Puli? Birovni dilini ranjitib, yer tilini Ikkalasiga rahmat. Ikkalasiga 34 million xaridorlar pul berdi. Dehqonlarga mana akalar. 34 millionga. Shu 1 yasharga yetmagan 10 oylik umr atrofidagi 1.15 bo'y baslari. Hurmatli akalar, ukalar, yillarda bor davom bo'linglar. Mana shu yerda hozir bozorimiz qurdilar. Asrorbek farzandimiz uchun mana shu yerda yaqinlari imson ko'tarib yurishdi. Asrorbek rasmini ma'lumotlarini O'g'lombek, salom alaykum. Nech puldan qoladi? 33 million savdosi bo'lyapti. 16 Mana shu farzandimizni shifo 91lik. 688 yo'l kirasiga ham kerak bo'ladi. Nech kilagacha bu qoladi? Birgalashib mana shu saxovatli ko'makda bardavom bo'laylik. Alloh taolo bizga bergan ihsoniyatni kichkina boqmasdan tortib, katta semizgacha bor. 10 barobar, 7 barobargacha ko'paytirib beradi. Avvalambor qani jonimiz sog' salomat yurishlikda o'zi bir katta davolat. 8 oy, 7 oylik atrofida. Bunisi barakasi bersin. Farzandlaringizga bosh bo'linglar. Alloh taolo bergan bebaho ne'mati farzandga yo'llar. Wow! Nech pul bo'ldi? Qog'ozimiz. Qancha? 18. Necha oylik? Birinchi qoringa 6 oylik, 18 millionga. Barakasi bersin. 25. Kichkinalar tarafga ham bir o'taylik. Bo'ldi ekan. Bozorlar qiroli Hamdamjon aka. Assalomu alaykum. Tanajoningiz sog'mi? Xudo umrimizni uzoq qilsin, Allohu akbar. Gap yo'q. Bozorlarimiz. Akam bozorlar qirolida bo'y bozorda oldi sotini yorug'ini o'rtasida turadi, halqa beradi. Nech pul? Aka 17 million, 17,5 million baho aytyapmiz. Hozir orqangizda turgan mana 16 million qilyapti. Bittasiga 17, ikkinchisiga Bunga 17,5 baho 17,5 qiziliga. Qaysiga? Savdo bo'lyapti. 16 million qilishyapti. Buni qizil olasiga 16 million savdo. Boshqa Bu Rossiya davlatidan kelgan mollarga o'xshaydi ekan. Bu semental emas lekin. Hurmatli obunachi. qaytayapsan. Qani aka. Ha, chiroyli qochamiz ko'rsataychi. Puli nech pul aka? Buni 17,5 deyapsiz aka. 17,5. Savdosi qancha bo'ldi? 16 million. 16 million 200. Ammo o'ta polvon aka. Chiroyli. Aka yana sizga semental. Gibrid. Sementalni bo'ladi. O'zingiz to'g'ri. Gibrid, ha, aytyapmiz gibrid. Yenasi semental, otasi yo'q, otasi rossiyskiy bu qo'ya bo'lsa kerak. Shunaqa, yo'q, haligi.
17,5 million. Qarang, onasi mental, ota rossiyskiy bo'lsa, qora, mana Mickey Mouse o'xshab chiqargan. Kichkinalar taraf yuramiz. Rangi hunarlardan ham ko'rsataychi. Mana bunaqa. Nech pul bo'pti mana qizil? Qizil ekalasi 20 million 650 ming bo'ldi yo'lbars bilan Eston. Yo'lbars bilan Eston 20 million 600. Bo'ldi aka. Gap yo'q. Yo'lbars sonlar. Arzon. Eng arzoni bozorda. Yashang. Nomerlarini ham olib qo'ying, akada bor hali, Serob. Serob aka, Mol Serob. ayting nomerni. 50lik 50lik, hop. 998 998 95 75. 95 75. Yo'lbarslaridan kerak bo'lsa Kerak aloqa bo'lsa boraveradi. O'zingiz sher bo'lib savdolashyapsizmi axir? Bu barakasi bo'lgan. Qanchaga ketdi qadrdon? 15 million. 15 millionga qora ola. Zo'r bermas. 5 ta. Mana bu sementalga gibrid ekan. Puli necha pul qadrdon? 16 million kami bor. 16 million aytilyapti. Savdosi? Bor rostgina, savdosi bo'lgan. Bu necha pul bo'ldi? Alijon. 9 rahmat aka. 9 millionga. Qadrdon necha pul bo'ldi? 21. Bozorda tortuv nihoyatda zo'r bo'lyapti akalar. Ishonmasangiz bunday chiqadi. Necha pul bo'ldi aka? 14,5. O necha pul bo'ldi? 14 million. Haqiqat oldi sotdi bo'ladigan davr boshlandi endi. 14. Bo'ldi Mekka baylarga kirdik. Dehqon akamiz olibdi boqqani uchalasini. Ikkalasi 25 million. Ikkalasi 20. Arzon. Mana 15 million. Arzon usta, yo'q unajim bo'ladi. Ikkalasi unajim. Ha, shunday deng. Ovozini bermaydi 25 ga. Rasm go'y. Gap yo'q. Ikkala unajimda 25, bunisini 15 million. Novvosda o'zi 15 million. Katta yaxshilar ketdi. Furqat. Erkashalik qo'ying arzon bo'ldi dedi. Gap yo'q. Aka arzon bo'ldi. Arzon bo'ldi, arzon. Buyurmasiz. Endi o'tamiz. Endi o'tamiz. Necha pul bo'ldi? Barakasi. 18 million oldi. Vo, trendda buzoqchalar. Necha pul bo'ldi? Yo'q, ko'rilyapti. Vay, sifat. Shoxlarni kuydirib qo'yibdi. Aytilish bahosi qancha ekan aka? Ha? Aytilish bahosi. Aytilishni ularga deyapti, bermadim deyapti. Ha, 12 ga bermadimi? 12 ga bermadim. 12 ga 12. Bu qancha bo'ldi aka? ishlayni chiqarib qo'ygan. To'g'riroq qilib aytganda, mana bizda syomkalari ham bor. Biz haqiqatda o'rganganmiz muhtoj oila yordamga. Yolg'iz ona. Polvon necha bo'ldi? Yolg'iz ona. 12 dan kam bor deyapman. Hammasiga 12 dan kami bor. Savdosi 11 milliondan bo'lyapti. 11 million. Mana shunaqa buqachalarning narxi endi ko'tariladigan davr kelyapti. Chunki o't chiqyapti. Fevralga o'tib olsa bularning narxi Hozir продажа bo'lib ketdi mana. Telefonda aytavering. 91lik 91lik 055 055 12 32. 12 32. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab. Yana bundanda qodir qiladi. Buni onlayn bemorlarga umrimizning oxirigacha ko'mak ko'rsatib, 12 million uch saxovatli ko'makda bardavom bo'ladigan solih Hozir ular ham mendan. mana shu yigitni ollari ekan. Bular necha pul? Ular aka 13,5 degan bor deyapti. 13,5 13 deyilyapti. Qanchadan berib yuborasiz bular? Qanchadan berib yuborasiz? Har xil. 11,5 degan bor, 12 degan bor ichida. Holatiga qarab, bo'ylarini 1 metrga olaverasiz. 11,5 ham bor, endi kelishuvga. Yo'l 80 dan baland. O, qarang, yo'l bor. Puli necha bo'ldi? Aka 12 dan o'tib beradi. 12 dan o'tib beramiz. Hurmatli akalar, ukalar, 7 oylik bo'ldimi, 6 oylikmi? 7 oylikmi, 6 oylikmi? 7 oylik bo'ldi. o'shaga narsa topib Ikkita arzonroq bor yana mana. Qancha bermadingiz? 10 million 300 ming qadar. 10 million 300 ga berdim. Ikkita arzonroq bor. Bular necha bo'ldi? Ularni 1,5 ga beraman. Qorim bilan sarf. 20 million 500 mana shu ikkalasi bozor. Mana yana ikkita bor. Qorim ko'p, bilasiz, yana ikkita bor. Bozor yarim olibsiz-da, kichkinalar. Necha bo'ldi? halolidan Ikkalasini 20 qilyap bermayapti ular. Zo'r. Mol ko'p. Zo'r. Hali ko'ramiz. Aha.
Mana bo'ladi. Rahmatjonsiz. Mana chiroyli qo'chalar ko'rdi. Uzoqchalar. Nech pul ekan g'adadan? Necha pul qildingiz? Qancha puli? Puli nech pul? Ikkalasiga 11 milliondan 22 million narsa so'ralyapti. Savdosi qancha ichidagi? 20. 20 ga? 21. 21 million, 10 million 500. Yo'q. 25 mi? Ya 21 mi? 21 bu. 10 million 500. Zo'r. Olib kelib sotasizmi? Olib kelib sotasizmi? Yo'q, uydaki. Uydaki. Nomerni aytib qo'yingchi. Nomer Ha, yo'q. Sifatiga ishqiboz bo'lganlar yana sifatida. 3 ta. Sotuvchi kim? Nech bo'lgan? Qadada? 28 kami bor. Qancha? 28 kami bor ekan. 14 milliondan narx aytamiz. Nargischi? Nargisi akamni. U yo'q 14 aka. 2 yoshga baxtlimiz ekan. Hammasi 14 dan ekan. Biz ham chiqib baxtlimiz deb qo'yadi. Savdo qancha bo'ldi? 26 so'm so'rayapti. 26 million savdosi o'tirib berilgan yo'q. Qiziqqanlarga necha nomer qo'yamiz? 91lik. 91lik. 742 19 19. Bozoringiz bersin. Hurmatli obunachi. Bu. Mana shu yerda videolarga yakun yasaymiz. Sigir bozori so'raganlar, sigir bozori ko'rsatamiz. Like bostiramiz. Farg'ona viloyati Beshar tumani vatan qishlog'i. Hurmatli hamshahrilar, hurmatli mehmon akalar bo'lsa agar, bozorimizda qo'shni viloyatlardan kelgan mehmonlar